بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 741 hadis Abu Shurayh al-Adawiydan ekan. Qol sami'at udnaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Abu Shurayh al-Adawiy aytadilarki, mana ushbu ikki qulog'im eshitgan, ushbu ikki ko'zim ko'rgan Rasulullohning quyidagilarni gapirayotganlarini. O zot aytdilarki, kim Allohga va oxirat kuniga ishongan bo'lsa, o'z qo'shnisini hurmat qilsin. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, o'zini mehmonini ikrom qilsin, uni joizasini bersin dedilar. Shunda sahobalar joizasi nima degani? Ey Allohning rasuli deyishdi, bir kechayu bir kunduz mehmon qilishdi. Haqqi ekanda, endi mehmonning haqqi ekan bu. Birov inkor qilolmas ekan. Ziyofat 3 kun bo'ladi dedilar. Endi 3 kundan o'tgandan keyin endi mehmonga bir narsa bersa, u sadaqa bo'ladi. Mehmonlik haqqi qolmaydi. Kim Allohga va qiyomat kuniga, oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gap aytsin yoki jim tursin. Ana ancha gaplar bo'ldi. Bu yerda qo'shnilarni hurmat qilish bor. Mehmonga bir kecha bir kunduz taom berib uni ziyofat qilish uni haqqi ekanligi, ziyofat 3 kunligi, 3 kundan ortiq bo'lsa sadaqaga aylanib qolishi va har bir Allohga va oxirat kuniga iymoni bor odam faqat yaxshi gapni gapirib, uni gapira olmasa jim turishi kerak. Yomon gapni gapirish mumkin emas. Mana bu demak hadis shariflar haqiqatan juda katta va ulkan xayr barakalarni o'z ichiga olgan hadislar hisoblanadi.